Qariyb 8 milliard so'mlik sifatsiz dorilarni sotmoqchi bo'lganlar qo'lga olindi. Assalomu alaykum. Sizda Shov yangiliklar kanalga obuna bo'lish, like bosish, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yish yodingizdan ko'tarilmasin. Assalomu alaykum. O'zbekistonda qariyb 8 milliard so'mlik sifatsiz va yaroq muddati o'tgan dori vositalari savdosiga chek qo'yildi. Toshkent viloyatining Qibray tumanida bir fuqaro o'z xonadonida qiymati 7 milliard so'mlik sifatsiz va muddati o'tgan dori vositalarini sotish maqsadida saqlab kelayotgani fosh etildi. Shuningdek, Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida avval sudlangan fuqaro xonadonining 289,2 million so'mlik 18 mingdan ortiq dori vositalari va tibbiy buyumlar topildi. Yana bir holatda Qo'qon shahrida sifati tasdiqlanmagan hujjatlarga ega bo'lmagan 257,6 million so'mlik dori vositalari musodara qilindi. Qashqadaryo viloyatida esa fuqaroning uy yerto'lasining 262,5 million so'mlik sifatsiz dori vositalari, tibbiy buyumlar aniqlandi. Mazkur holatlar yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar noqonuniy dori vositalarini savdosiga qarshi kurashlarni davom ettirmoqda. Siz bilan Shov yangiliklar kanali bo'ldi. Kanalga obuna bo'lish, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qoldirish yodingizdan ko'tarilmasin.